Assalomu alaykum do'stlar. Kanalga xush kelibsiz. Bugun juda to'la tarkibli epizod. Avval O'zbekiston Unit haqida gaplashamiz. Keyin esa FIFA Unit Jahon chempionati doirasidagi Italiya va O'zbekiston o'yini, umumiy turnir haqida asosiy ma'lumotlar, shuningdek O'zbekiston va Eron o'yini haqida gaplashamiz va Oston, Eldor va boshqa yulduzlar haqida chuqur tahlil bor. Boshladik. Hozirgi ahvol O'zbekiston U-17 jamoasi yosh va texnikalarga ega o'yinchilar bilan to'ldirilgan. Milliy ta'lim tizimining va akademiyalarning mehnati ko'rinmoqda. Ular ko'proq tezlik va pressingga tayanadi. Kreativ qanot va o'rtada kreativ yarim himoyachilar bor. Kuchli tomonlari pressing, tez qaror qabul qilish, yoshlarning individual driblingi, kamchiliklari yakuniy zarbalar, ba'zi taktik disiplinada muammolar, ayniqsa raqib bosimini pasaytirish paytida. Nima ustida ishlash kerak? Set pass, burchaklar, himoyada mulozimlik va yakuniy o'tishni, ya'ni gol urish bo'yicha o'qitish. U-17 Jahon chempionati Qatarda bo'lib o'tyapti. Turnir qayerda va qachonligi 2025-yilgi FIFA Jahon chempionati Qatarda o'tkazilmoqda. 3-noyabrdan 27-noyabrgacha bu 48 jamoali kengaytirilgan formatdagi birinchi nashrdir. Barcha o'yinlar Aspirzon Al-Rayyan Dohadagi maydonlarda o'tmoqda. Asosiy final Xalifa stadionida. Nima uchun 48 jamoa formatiga kengayish yosh futbolchilarga ko'proq imkoniyat beradi? Bu O'zbekiston kelinlar uchun katta sahna. Italiya U-17 va O'zbekiston U-17 o'yinchilari FIFA U-17 World Cup doirasida bo'lib o'tadi. O'yinning sanasi, joyi Aspirzon Pitch 8-noyabr kuni soat 17:30 atrofida boshlaydi o'yin. Italiya U-17 an'anaviy ravishda texnik, possessional futbolni afzal ko'radi. To'pni nazorat qilish, yarim himoyada, kombinatsiyalar himoya liniyasi, tartibli tashqi qanotlardan keskin krosslar bilan hujum qiladi. O'zbekiston jamoasi tezlik va to'g'ridan-to'g'ri hujumga tayyor. Kontraktlar va qanotlardan foydalanish ustun. Italiyaga qarshi markazda fikr almashish va pressingni sustlatish kerak. O'zbekiston qanotlari va kreativ yarim himoyachilari. Video Italiya texnik ustun, lekin agar O'zbekiston tezlik va kontrapliklardan samarali foydalansa, shok berishi mumkin. O'zbekiston va Eron milliy jamoalari oxirgi davrda kuchli raqobat sifatida uchrashmoqda. Masalan, 2025-yil bahorda Tehronda bo'lib o'tgan o'yinda Eron va O'zbekiston durang o'ynab, umumiy raqobat qat'iy kechdi. Eron jismoniy tez, to'p oldinga tashlashi, baland pressing, O'zbekiston esa texnika va uyushgan kombinatsiyalardan tayanadi. Senior darajada o'yinlarda Eldor kabi vorislar bosh qahramon bo'lishi mumkin. Har ikki jamoa sifatli taktika va fizik tayyorgarlikni namoyish etadi. Individual ustunliklar o'yinning hal qiluvchi jihati bo'ladi. Ostonov hozirgi haqida bir qator xabarlar paydo bo'ldi. Yevropa klublari, jumladan Juventus kabi klublar kuzatib qo'yayotgani haqida ommaviy axborotlarda gap bor. Bu hozirda rasmiy imzo emas, balki skautlar e'tibori haqida xabarlar. Qanot hujumchisi tez, texnik, kreativ paslar va qanot ichkariga kirib gol imkoniyatlarini yaratadi. Eldor Shomurodov 2005-yil yozda Romadan Istanbul Başakşehirga ijaraga o'tgan. U Turkiyada o'yin amaliyoti qayta tiklab formani ko'rsatmoqda. Bu O'zbekiston milliy jamoasi uchun yaxshi yangilik. Eldor tajribasi, baland bo'y, to'pni ushlab turish va gol urish qobiliyati bilan jamoaga katta yordam beradi. Abduqodir Husanov yosh himoyachilar ham milliy jamoada tarkibda muhim rol o'ynamoqda. Yoshlar turnidagi muvaffaqiyatlar kattaroq darajaga o'tishiga yordam bermoqda. Kanalga obuna bo'ling va xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekiston U-17 kelajak umidi. FIFA 2025da Qatardagi bo'lib o'tgan katta arena Italiya U-17ga qarshi o'yin, texnik tajriba, Oston va Eldor milliy futbolimizning asosiy yulduzlari. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentda qaysi mavzuni chuqurroq xohlaysiz yozing. Va kanalga obuna bo'ling. Yana yangiliklar bilan tez orada ko'rishamiz. Xayr.